Turkiyaga O'zbekistondan 4000 ishchi yuboriladi. Turkiyada o'zbekistonliklar uchun ish imkoniyatlari kengaymoqda. Yanvar oyida O'zbekiston Migratsiya agentligi rahbari Behzod Musayev va Turkiya Respublikasining Mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri Vedat Ishikhan o'rtasida qonuniy va himoyalangan mehnat migratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Mazkur uchrashuv ortidan Turkiyada o'zbekistonliklar uchun 4000 ish o'rni haqida ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Migratsiya agentligi xabariga ko'ra, Turkiyaning KSK Temizlik kompaniyasi bilan Anqarada qurilayotgan yirik qurilish obyektlariga 2026-yil davomida 2,5 ming nafar o'zbekistonlik quruvchilarni jalb etishga kelishilgan. Turkiyaning Arya tashkiloti bilan imzolangan bitimga muvofiq esa Toshkent, Sirdaryo va Namangan viloyatlarida 25 ta kasb bo'yicha mutaxassislar turk standartlari asosida baholanib, sertifikat olishadi. Ushbu sertifikatga ega bo'lgan 1500 nafar o'zbekistonlik mutaxassis Turkiyaning Mersin viloyatidagi Akkuyu atom elektrostansiyasida yuqori daromadli ish o'rinlariga joylashtiriladi. Turkiya va o'zbekistonliklarga aloqador ishonchli ma'lumotlar va muhim mavzulardan xabardor bo'lish uchun Vatandosh Turkiya kanallariga obuna bo'ling. Yaqinlaringizga ham ulashing.